Yashnobadskiy rayon Parkenskiydamiz. Uyimizda Parkenskiy chorrahasida shunda joylashgan. Xo'p, uyimizda zakrytый territoriya. Parkovkadan muammo yo'q. Okalar ikkinchi etajda ikkita 3 xonali premium klassda mebel texnikasi bilan zo'r narxda uy topib qo'ydim. Uspet qilib qolinglar. Uyimizni obzoridan olin. Like, kommentariy, podpiska esdan chiqmasin. Sizlar uchun harakat qilib yuramiz. Ikkinchi etajga chiqib kelganingizda shunda yonma-yon Hasan Huson uy topib qo'ydim. Ikkalasi ham 3 xonali. Birinchisidan boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Uyga kirib kelganingizda mana shunaqa koridor kutib oladi. Uyimizda premium klassda remont qilingan. Bitoviy texnika, mebellarigacha faqat kashsiz narsa ishlatishgan. Hop, ayollar mazza qiladigan joyi. Bizda hamma narsa bor. Men ko'zim ko'rayotgan narsadan sizlarga video olib beryaptimi yo'qmi bilmadim. Bunaqa uyda yashaganingizdan keyin har kun bundan ham ko'proq harakat qilasizlar. Bundan ham zo'r joylarda yashash uchun. Detski. Uyimizda ikkita sanuzor. O'zini garderobi ham bor. Гостевой санузел. Ikkinchi sanuzolimiz. Spalnya alohida deyman. Ketdi endi ikkinchi uy obzorini qilib beraman.